Bahuzur elinglar. Rahmat. Qaysi kuni sizga degan Janubiy Shinjongga yasli o'qituvchisi bo'lib tushirgan chiqdi zimtaymikan deyman. Nima? Nadira, to'y qilishdan qo'rqamsiz nima? Biz bu yil to'y qiladiganga deyishib qo'ygan-ku. Esingiz joyida-ku? Bilaman. Lekin to'ydan keyin texmi fursat bo'lmag'idi ekan. Shunga bu qitim meni qo'llamasangiz zati bo'lmaydi. Gapimni anglayapsizsiz? Anglayapman. İlgili qaysi bir ishda men sizni qo'llamagan. To'yimizmi har xil sabablar tufayli hozirgacha kechiktirilib keldi. Daqiqqa. Janobga o'qituvchilik tushsangiz yana bir yil ketadigan-da. To'g'ri, faqat shu bir yillar. Qadrligim, sizga shu qiyolmayman xolos. Vay canım balam, bir yılgıçı nemi küllerini görəsiz deymen. Bağımısınız zadı bommamdı. Demanca aktiflik sizge. Onun üstüge sizden toyunuzunu kılımız devatsaq. Vay canım apa, mening faqat shu yez turmuşunu körüp haqqım ba. O yezinin köygidek neri ba? Hey, siz gap qılan ha? Dada, siz bir nimdan ha? Ben sizni qo'llayman qizi. Ha? Oye? To'la andish qilmanglar apsi. Qizimiz cho'ng shaharlarda jafo tatmay cho'ng oldi. Meningcha bo'lganda yezining jafoliq turmushlarini o'z ko'zi bilan ko'rib, cheniqib kelsa yaxshi emasmi? To'yini qilmaymizmi? Bir yil kechikkanga hech nima bo'lmas. Ma gapni. Bering qizim. Borgandan keyin shu sabiy qalblarni bag'ringizga mahkam besing. Yaslimizning sharoiti cho'ng shaharlarnigidek yaxshi emas. Shunga ba'zi jihatlarda qiynalib qolishinglar tabiiy. Bundan keyin qanday qiyinchiliginglar bo'lsa, menga danglar. Sizlarga yordam bera olsak, shu bizning eng chong xushalligimiz. Rahmat. Biz o'qitish xizmatida tajribasiz, shunga ko'proq yetakchilik qilasiz. Ona qara. Ana qara. Hay, qarama ularga. Hay, Irfan. Nemishqa saboq deyishingni o'rsan. u Irfonni sog'liq qilganti. Nima deb sog'liq qildi? Irfon ishtinni ta'tir kiyibdi-kan. Atiganda apang ishtinini kiydirib qo'ymaganmidi? Mening opam yo'q. Kechirgin. Onun apisi 2 yilning oldida o'lib ketgan. U ancha ish uqmaydi. Sinfdami doim bolalarni urib oladi. Endi qaytibsiz bu. Azroq ish bilan hayal bo'lib qoldi. Ha, chapsam yuzingizni yuving. Ha. Mening opam yo'q. Avval men bir o'qiyman. Ondan sizlar menga agish o'qinglar bo'lamdi? Bo'ldi. 祖国我爱你，祖国我爱你。小鸟爱蓝天，小鸟爱蓝天。 Yaxshi. Amsa kim o'qib baqidi? Ha, siz. Yaxshi. 祖国我爱你，
Yaxshi, qani o'tiring. Chavakchilik etayli. Yaxshi, yana qaysinglar o'qiysizlar? Ha, İrfan, sen o'qib baqa? O'qiyamayman. Undaqda biz davomlashtiraylik, ma'qulmi? 祖国我爱你，祖国我爱你，小鸟爱蓝天，小鸟爱蓝天。 Suv ketdimi? Ha, ketdi. Voy, voycha, voy, mau ishni. To'xtang, men do'rliq chaplaqqa kelay. Qarab ketma. Ichida bir narsa turdi. Taq ekan, qo'rqma. Balalarning o'yini ekan. Bizning kichigimizni boshqalarni shunday qo'rqitadigan. Qo'rqib ketdim. Yelimisiz bo'lib qapsiz. Rahmat sizga Shelmi. Arzimayman. Bugün ögündiğen yeni mezmunumuz Paqa ve men degan temada rasm sizish. Hammaylar ko'nglimizdagi paqani sizib chiqamiz. Sizishdan avval sizlardan bir savol so'rab baqay. Sizlar paqani yoqtiramsizlar? Yoqtiramiz. Sen nemishqa yoqtirsan? Paqa bo'lgandala pasha meni chaqolmaydi. İrfan. Nadira muallim. Qarang. İrfan balalarning sahna ko'nikini bulg'ab ko'gisiz qilib etibdi. İrfan, bu nima qilg'ini? Birdam turib dadisi uni og'ili kelganda bu qizga bir ko'ynak to'ylab bersin. İrfan, bu zodi nima ish? Ota-onalar yig'ini oshmasanglar bo'pti ekan. Ati men opangning o'rnida yig'inga qatnashay, ma'qulmi?
Xoş. Dodang nimandaq telefon almaydigandı? Mashina haydayotdim dekin. İrfanның dadisi kundik kira tatib bek kesh qaytidi. Bo'lmasa uni men ag'ash ketay. İrfanның sal mijazi yo'qtirdi, xotirjam bo'lamaydi ekanman. Siz qaytayvering. Mo'lim qo'sh. Xoş. Oy, qizib ketibsan-ku. Seni doktorxonaga aparay. Maşını to'xtatdim. Nadira, nima ish bo'ldi? Ha? Sho'ji, İrfanның mijazi yo'q. Buni doktorxonaga yetmoqdi. Chapsa mashinada chiqar. Ha? Haq. Xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi? İrfan, chapsan tusha. Mana keldim. Chinsayni olib tushdim. Yağına kapira. Mana keldim. Suya koyup koy. İrfan, oyun oynamdık. Lag'man so'zib beraymi? Ças, ças, ças. Lag'man so'zib beraymi? Chas, chas, chas. İrfan. Muallim, sat bo'ldi, yana kechikib qoldim. Har qitim sizni avar qilib. Hech qisi yo'q bu qilishga tegishli ishim. İrfan jula, muallimga ozroq meva ichib o'zib. Ay. Tuz qilma, meni qaytay deb turgan. İrfan, ketdim, ha? Muallim, ketmanga. Yana kelman emasmi? Ma'qul. Yura bolam, muallimni ustib qo'yaylik. Voy, Xiaomei. Suv to'xtab ketibdi. Qanday qilamiz? Nereden geldin? O suni daryodan ip keldim.
Muallim, siz bek chiroylikansiz. Rostmi? Rost, xuddi opamdek chiroylikansiz. İrfan'ın dadisi bayatın qatnaş hadisiga uchrabdi. Nima? Hadisiga uchrab qaza qilibdi. İrfan hazır ata-onasidan ayrilib, igi chaqsiz qilib qoldi. Eglishimizcha, balaning boshqa igi bo'g'idek yaqin tuqquni yo'q. Shunga endi uni noyillik paravollik o'rniga olib bermasak bo'lmaydi. Munosabatlik rasmiyatlarni o'tab bo'g'icha bir hafta vaqt o'tib ketishi mumkin. Shunga bu bir hafta balaga mushiyada qarab turgan bo'lsanglar. Bo'ladi sho'ji, siz xotirjam bo'ling. Biz cho'qim balaning holidan o'tdan xabar olamiz. İrfan, tamak ye. İrfan, tamak ye. İrfan, tamak tayyor bo'ldi. Yura, kirib tamoqni ye. Mening uyga ketgim bor. Bundan keyin oldimdan siz xabar olasiz, shundaqmi? Men 2 oydan keyin qaytib ketaman. Lekin texmi oq ko'ngil apashlar kelib holingdan xabar oladi. Sizmi kelsangiz, men qanday qilaman? Meningmi ketkim yo'q. Lekin nima amal? İrfan, hoş. Oldimchi.
Dostlar, bugün yeni mazmun öğrenimiz. Bana ergişip okunlar mı? 小朋友爱读书，轻轻翻，仔细看，养成阅读好习惯。оқиямайман. Nadira, Mudir, Erfan paravallık ornağı künenmegen mi? Gün boyu tamak yigili onumay, yapma qılmay olturamış. Uxlaganda apa dep joylaydi ekan. Meningchi siz bir berib ko'rishib kelsangiz bo'larmi ekan? avval uyga bir berib kelsam bo'pti ekan. 3 kunlik ruxsat bersangiz. Bo'ladi. Rahmat, mudir. Apa, dada, sizlarga deydigan muhim bir gapim bor. Nemishdi qizim? Men Irfonni beqib olmoqchi. Nima? Nima? Balam, biz javobini berib bo'ldik-ku. Bola beqibili shundoq osonmi? Oy, hey, apa, oson bo'lmag'achqa sizlarni yordam qilarmikin da'vatdiman. Uning ustiga Urumchiga qaytib kelsam, o yolg'iz qoladi. Men uni cho'qim beqib olaman deb va'da berib qo'ygan. Kichik bolaga bergan va'dangizga nimani chiqib ketasiz? 2-3 kun o'ssala unutib qoladi emasmi? Qizim, Irfon hozir qayerda? Paravalliq o'rnida. Paravalliq o'rnidami? Voy, mana, nima degan yaxshi. Hozir hukumat paravalliq o'rinlarining sharoitini ajoyib yaxshi qilyapti. Kiyim-kechak haqsiz, tamoq haqsiz, o'qish haqsiz. U boladan-chi biz ansirmasakmi bo'ladi ekan. G'am qilmang. Paravalliq o'rinlarining sharoitining yaxshiligini qizim Nadirami obdan biladi. Qizim Nadira, sizning bizga deyolmayotgan bir gapingiz bormi nima? Nima gap bo'lmoqchi edi? Dana qizim, qandaq gapingiz bo'lsa tatinmay deyvering, ha? Qizim, Nadira, gap qiling. Qo'shnimiz Odiljon dal mening sababimdan. Balam, gap qiling. Zodi nemish bo'lgandi? Zodi nemish bo'lgan edi? Gap qiling. Xabaringlar bor. O'tganda. Naykeldingiz. Atmadım. Tezroq bo'ling, ha. Men bak isib ketdim. Tez bo'ling, ha. Men bak saqlab ketdim. Tez bo'ling. Nadira acha, bak pisab ketgandim. Do'kondan ichimlikka pichay degan berish berdingmi? Cho'pchong turib do'konga o'zing boramansan? O'zing berib olay. Men Asta. Irfonga bekli ishchim og'riydi. İçim ağrıydı depla, biz o balını beqib alsaq.
Dünyada şuncha ko'p bechora balalar tursa, biz hammasini beqib bo'la olamdik. Onunğa iş çağırtıpla emas, onu qavatli yaxshi ko'raman. Nadira, agar biz Irfonni beqib olsak, bir umr uningga mas'ul bo'ladigan gap. Kelgusida biz bu balalik bo'lamiz. U chaqda besimimiz texmi eg'irlab ketmamdi. Dadam apamlarmı pensiyaga chiqdi. Ularni herkes qarab turmaydi. Men muhabbatning kuchi har qanday qiyinchilik ustidan g'olib kelalaydi deb qarayman. Deganlaringizning hammasi kino filmlardagi voqelik. Ish qilib men uni beqib bilish qo'shilmayman. Yana o'ylashib beqing. Men yaxshi o'ylashib bo'ldim. Bu oxirgi javobingizmi? Shunda Ondaqda biz ayrilib ketaylik. nima? Boshqalarning bolasi uchun o'ttirimizga hissiyatni buzmoqchimisiz? İrfan bu yerga kelgandan beri kayfiyati intayin tushkun. Anglasak, u bu yerga kelishdan avval naqsh usulda talanti bor ekan to'q. Shunga uni usul sinfiga o'rlashtirgan. Biroq men uni chaqirib chiqay. İrfan, Nadira molim seni ko'gili kapti. İrfan! İrfan! İrfan. İrfan. Ben bu qitim seni rastınla ip ketaman. Endi seni aldımayman. Rostmi? Sözüm okşaydı baharga, köyken yeşin can birer canka. Sana мәңгі kanmayman, bağrım diyarım sana. Tabassum parlıyorsun senin gül yüzünde, bak nuru çakmasın bir cüp mezgün gözünde. Meskin